insoniyat daromad topdi, boylik topdi, lekin nimani yo'qotayotganligini tushunib qoldi. O'zligini yo'qotyapti ekan, qadriyatni yo'qotyapti ekan. O'shaning uchun xalqlar o'zini ildizi bilan baquvvat bo'lish kerak, mustahkam bo'lish kerak, o'zini qadriyatlariga tayangan bo'lish kerak, o'zini ajdodlarining xato va yutuqlaridan to'g'ri xulosalar qila olish kerak. Orqaga qarasak xulosa qiladigan juda ko'p narsamiz bor va bularning ichida eng muhimi bizni tariximizdagi hamma inqirozlar birlik bo'la olmaganimizdan kelib chiqadi. Yoshlar juda ham katta siyosiy kuch. Eng muhimi bu fikrni yoshlarni o'zlari anglab yetyaptilar. Bizning safimizda bugun tom ma'noda demokratik qadriyatlarni qadriga yetadigan va mamlakatni haqiqiy ma'noda 3-renessans davriga mos bo'lgan avlod dunyoga kelganini ko'rib turibmiz. Yoshlarga omad tilaymiz, chunki yoshlar parlamentining a'zosi bo'lish bu ertaga deputatlikka yo'ldir. Biz milliy tiklanishchilarmiz. Biz O'zbekistonimizni qudratli davlat bo'lishini xohlaymiz. Biz o'zbek millatini rivojlangan bo'lishini xohlaymiz. Lekin hech qachon birorta boshqa millatga zarar berish orqali emas.